أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده السلام عليكم biz oldingi darsimizning davomi al-muxolafa degan bu sababninki sababidan zaif bo'lgan hadislarning turi haqida davom qilgan. Endi muxolafat bu o'zi bir hadisning zaif bo'lishiga, hadisning mardud bo'lishiga ta'sir ko'rsatadigan sabab bo'lsa-mu, ammo muxolifatning bo'lganligining o'zi yo'llan bir muqaddim muxolifat shaklida hadis rivoyat qilganligining o'zi yo'lligida bu raviyninki zabtiga, raviyning siqa yoki maqbul ekanligiga ta'sir ko'rsatadigan sabablardan hisoblanmaydi. Ammo muxolifat ko'p bo'lib ketsa, yana buningki maqlub shaklda yoki mudraj shaklda yoki biz keyin aslida ko'ramiz. Bu xil muxolifat shakllari ko'p bo'lib ketib, bir raviyda muxolifat ko'p bo'lib ketsa, yana ba'zilar vahmiga aloqador, ya'ni kasratul avham darajasiga yetgan bo'lsa, yoki ba'zisi uningki muxolifat ko'p bo'lib, bu muxolifat ulardagi fuhsh g'alat yoki kasratul g'alat degandek bu darajaga birib yetgan bo'lsa, undan keyin u muxolifat ba hadisning uzummi zaif bo'lgan bo'ladi, u muxolifat ko'p bo'lgan fuhsh g'alat kasratul avham shaklda bu darajaga birib qolgan raviyning uzumi zaif raviy, mavlud raviy bo'lgan bo'ldi. Endi biz oldin qatam mushu mazmunlarni azroq izohlab o'tgan. Hozir qadar bizning davom qilamiz. Bu yerda yuqoridagi mudraj dedik, maqlub deymiz. Undan keyingi al-mazid fi muttasil asanid deymiz. Yoki musahhab yoki muharrab deymiz. Mushu tuvandagi turlarning hammasi bu hadis zaifning turlari. Ammo bu hadis zaif bo'lganligi, u hadisda bir muxolifatninki, yana muxolifaning bo'lganlik sababidan hadis zaif bo'lgan bo'lsa-mu, ammo u hadisning raviylarining o'zida bu sabablar alaqa zaif bo'lishga, raviyning o'zining mardud raviy bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydi, illaki u muxolifat ko'p bo'lib ketsa, bo'lib ketdi. Bu intayin kallimizda aniq bo'ladigan ishlardan birisi. Hadi muxolifatlarning birisi biz yuqorida deganimizga o'xshash mudraj shaklidir. Mudraj degan nima desa, mudraj degan shu hadisning matniga bo'lmagan bir so'zningki ayirmasdan kirib qilishi yoki sanatning siyoqining o'zgarishini ko'rsatdi. Endi yana bir xil muxolifat qolsa, u biz kelgan bugungi darsimiz al-maqlub. Maqlub degan nima desa, maqlub degan qalbida kelgan bir ism maf'ul. Qalbi degan nima? Lug'atda tahvilu shay an wajhi. Bir narsani o'zining yuzidan nima qilish o'rib o'tish, ya'ni ta'tir qilib qo'yish degan gap, o'rib o'tish degan gap, ta'tir qilib o'tish. Demak, normal bir narsani o'zining shaklidan, o'zining yo'lidan buni ta'tir qilib o'tgan bo'lsak, bu narsa maqlub bo'lgan bo'ldi. Yana ta'tir qilingan shay degan ma'noda. Islohda bu maqlub, ya'ni hadis maqlub bo'lsa nimani ko'rsatsa, islohda bu hadisning isnodida yoki hadisning matnisida labzining yana bir labziga nima qilisha va olmishib ketish. Endi olmishib ketish bir qancha xil bo'ldi. Qanday xil? Mana birisi bi taqdim, yana oldir keyni bo'lib ketishlar, taqdim va ta'xir. Yana bir so'zningki oldi keyni bo'lib ketishlar. Masalan, raviylarningki dadasini ismini o'zining dadasining ismi qilib qo'yganga o'xshash. Rayki shayxini shogirdi, shogirdini shayx qilib qo'yganga o'xshash. Bu yana keyin keladigan ismni oldin keladigan ismni keyiniga bu ismlardagi tartibga yana yoki matnidagi so'zlarningki oldi keyin qilish. Masalan, hadisningki sanad bo'lsa, ismlarni oldi keyin qilib qo'ygan. Bu xil qalb shakli. Yoki matnida bo'lsa, hadisdagi matnidagi lafzlarni keyin keladigan lafzini burun kelgandan keyin qilib bunda ta'tir qilib o'tganga o'xshash bu xil holatda bo'ldi. Yoki uning o'xshi degani, uning o'xshi qolsa, uning o'xshi bu yerda qalbi deganimiz ba'zi vaqtda bu o'zgarish shakli. Andalaqa oldi keyinda, keyin kelgan lafzini oldi kelgan lafziga keyin lafziga o'zgartirish emas, balki nima bo'ladi? Balki u tamamen boshqa bir ism o'zgartirishlar.
Mesela hadisning ma'nosida sanadida kelgan bir ismni shu ismga o'xshaydigan bilak bir ismga, boshqa bir ismga almashtirib qo'yish orqali bu yerda qalbi shakllanadi. Shunga bu yerdagi qalbi yakanda bu nima qilish labzilarni oldi keyin qilish bilan yakanda labzilarni shu labzidan bo'lmagan boshqa bir labzilarga almashtirib o'tish bilan bu yerda qalbi shakllanadi. Andan maqlub ulamolarimizningki bilish bo'yicha maqlub asosliq ikki qismga bo'lingan. Bu ikki qismning bir zaqasi maqlubus sanad, maqlubul mat. Ya'ni biz yuqorida mudrajda shunda aytdik, mudrajninki sanatda har ikki qismning tarafini bu nimada bu maqlubdimi ham sanatdagi maqlub ham matnadagi maqlub deb bu maqlubni ikki jihatga ikki qismga bo'linadi. Birinchisi maqlubus sanad. Maqlubus sanadiga qaralsa o ibdal, yani almashtirib o'tish, yangilik o'tish, yakanda oldi keyin yangilik o'tish, yoki shu ismni o'zini boshqa bir ismga nima qilish, almashtirib o'tish, nima yuzmagan, hadisning sanadi yuzmagan bo'lsa, bu maqlub isnad bo'lgan bo'ldi. Bu maqlub isnadning ikki usulida biri qanday qoldi? Bir ravini ay yuqaddima ravi va yuakhira fi ismi adruvat. Masalan, ravi bir ravilarning birining ismini ilgir keyin qilib qo'ydi va uning dadasining ismini. Masalan, uning dadasining ismini keyinida, o'zining ismini oldida, yoki o'zining ismini oldida, ismini keyinida chiqib o'shini bolasini dadasi bolasi shaklida bunda yangi ushlab qo'ydigan, ta'tir qilib qo'ydigan ahvollar yuz berib qoldi. Masalan, misolni ko'rsatib ham o'y tushunamiz. Masalan, Ka'b ibn Murra degan ismni, masalan, Ka'b ibn Murrani rivoyat qilgan bir bilik raviylar Murrat ibn Ka'b deb. Demak, bu yerdagi bolasi dadasi bolasi qolgan. Bu yerda Ka'b ibn Murrani o'zgartirishlikda Murrani boshqa, Ka'bni keyinga kirishlikda bu Murrat ibn Ka'b degan shaklga o'zgarib qolgan. Endi bu xil o'zgarishninki holi qaralsa, bu bizdagi san'atdagi ismlarda, raviylarning ismlarida nihoyatda ko'p yuz beradigan shakllardan birisi. Ikkinchi birisi qaralsa, ravina oldini keyindigini oldiga manda almashtirishlar emas, bu yerdagi ixlob, bu yerdagi ixlob nima yuz bergani bir ravininki u ravidagi shaxsni ya'ni bir ravini boshqa bir raviga almashtirib o'tish. Ya'ni boshqa bir ravini, ya'ni bu aloqasi yo'q bir ravini eklikini uni almashtirib qo'yish o'zi beradi, ig'rob maqsadida. Ya'ni boshqalarga bu ravininki bu hadisni texmo aniq bir xilmanda qiziqtirish, boshqalarni o'ziga texmo jalb qilish yoki buni boshqalarga bir xilmanda ajoyib shaklda tuyg'u berish uchun bu yerdagi raviylarning ismlarini almashtirib o'tish shakli kelib qoladi. Yana bu qasdlik bilan bo'lgan bo'ldi. Buningki hukmini so'zlaymiz bu bu raviyning o'ziga raviyning o'zining adolatiga ta'sir ko'rsatadigan sabab hisoblanadi bu. Mesela qasid ise mesela Salim'den meşhur olan birisi. Mesela Salim Abdullah ibn Ömer'den bunda şekilde Salim'den meşhur olan bir hadisini koydu, bu hadisini bir ravi Nafi etimde. En Nafi en Abdullah ibn Ömer şekilde koydu. Mesela aslında bu en Salim en Abdullah ibn Ömer şekilde meşhur olan hem o işencelik yollarla bu şekilde rivayet eden hadisini bir yerdeki Salim'ni ibdal kıyıp almıştırıp Nafi kırmak koydu ve keltirip koydu. Hem de Nafi mi? Lakinimden ki ravisi Abdullah ibn Ömer'den hadis rivayet kılgan işencelik ravilerden birisi Salim meşhur. Ama bir yerdeki maksat ne dese bu hadislerindeki Salim yol arqalıq, yəni Salim'nin kelgan şəklinə aid köp hem meşhur, bunu hamma kişiler biladi. Amma bu Nafi'nin kelgan şəkli yo'q. Endi bu ravi qanday qildisa, bu Nafi'nin kelgan şəklini bir boshqalarga bir ayrı bir sanat ekan, bu yangi bir yo'l ekan deganni bildirish orqali o'ziga bir jalb qilish yoki iqrob shaklida maqsadida bu xil hadislarning matnlar bunda bir javasal chiqish qo'ydi. Shu sababdan bu yerdagi bu hadisi deyib mesela muşunda kılgan kişilerninki mesela ravilaşıda muşunda kılıp mesela iqrab maqsadida qasdlik bilan ravini raviga almashtirish orqali maqlub qilib qo'yganninki muşunda ravilarninki biri Hammad ibn Amr an-Nasibi. Mesela onun misali mesela rivayet kılgan Hammad ibn Nasibi A'mash Abi Salih Abi Hureyre'nin merfu halette hadis rivayet kıldı ki İzâ laqîtumul müşrikine fî tariqin felâ tebde'ûhum bis-selâm. Bu hadis maqlub. Bu hadisde biz Hammad ibn Amr ibn Nasibi meşhur olan kişilerden birisi. Muşu Hammad bu hadisni maqlub qilib qo'ygan.
Bu hadisni nimadan shakldan A'mashdan rivoyat qilgan shaklda qildi. Bu hadis asli A'mashning hadisi emas. U Suhayl ibn Abi Salihdan, Suhayl ibn Abi Salih dadasi Abi Salihdan va u Abu Hurayra'dan kelgan shaklda mashhur bo'lgan hadis. Endi bu o'zininki ravisini rivoyat qilmay buni boshqa bir raviga almashtirib rivoyat qilish shakli. Buni asli bo'lgan nusxasida Muslim o'zining sahihasida keltirgan hadis. Ama buni Hamad ibn Nasibi buni bu xil shaklda maqlub qilgan deydi. Endi bu maqlubning ma'xil turi, ya'ni o'zi qasdanlik bilan ig'rob maqsadida bu raviylarni almashtirib qo'yish bu sal iyib hisoblanadi, ham raviyning o'zidagi adolatga sal ta'sir yetkazadigan sabablardan dedik-ku. Shuning uchun ulamolarimiz shu turdagi qalbidagi mushkil ibdol shaklini shug'ullangan raviylarga ulamolarimiz ennehu yasriqul hadis. Bu hadis o'g'irlaydi. Hadisni o'g'irlaydi. Raviyninki bir raviyning hadisini bu raviyning o'zini rivoyat qilmay boshqa bir raviga qasdan almashtirish orqali ig'rob shaklda qilgan odamlarga yasriqul hadis yoki sariqul hadis degan ismlarni qo'ygan jarh ta'dil ulamolarimiz. Jarh va ta'dil ulamolarimiz bu yerdagi yasriqul hadis degan shaklni qildi. Bumi ya'ni bu nimaniki maqlubninki mushuni qasdan qilgan kishilarninki bir sifatlardan birisi. Demak, bu yerdagi qasdan shaklda raviylarni almashtirib o'tish, ya'ni yasriqul hadis yoki sariqul hadis deb mushkil sifatga tushgidek mushundaq bir ish bilan shug'ullangan raviylarning o'ziga bu xil qiliqi, ya'ni bu xil ibdol shakli onun adalatiga ta'sir etadi. Demak, buning hadisi bu hadislar emas. Bu yerdagi hadisni mushkil hadislar boshqa hadislarning sahihligiga ma'lum ta'sir yetkazadigan sabab hisoblanadi. Ma'lum qalbidan. Ammo boshqasi yuqori. Ikkinchi birisi maqlubul matn. Maqlubul matn degan qoidasi ibdol hadisninki unda sanatda emas, olmuş sanatda emas, sanat normal yurishliq, ammo o sanatning keyindagi shu hadisning matnisida yuz bergan ibdol. Endi ibdollarni yana ikki xil surati va bir qoidasi ravi hadisning matnisiningki ba'zi yerda ilgari keyin qilib qo'ydi. Yuqadimi yo'q, keyin qilib qo'ydi. Masalan, burun kelgan so'zni keyin kelgan so'zni burniga tortib qo'ydi. Mushuni bilan hadisning mazmunida yoki ma'nosida ma'lum o'zgarishlar yuz berdi. Endi bu xil ixtilof shaklida, bu xil o'zgarib ketish shaklini ulamolarimiz demakki maqlub hadisning qatoriga tiqqan. Misali masalan bu hadisning misoli Abu Hurayra'ningki hadisi Muslimningki mesela kelgan Muslimningki kitobida Muslimning nazardagi Abu Hurayra'ning hadisi Allah hech bir soy bo'lmagan kunda ularni soyizligan yash turli kishilar haqida kelgan hadis. Bu hadisdan oxiridan bo'lsa turli odamma buni bir turlikini bayon qilib deganki, ashada rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Demek miyadagi hadisda bu hadisda kelgan yer nima? Hatta la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu degan hadis. Bu hadis müşahede bo'lgan raviylarning ba'zisiga bu hadis maqlub bo'lib ketgan, ya'ni o'zgarib ketgan. Asli bu hadisning ma'nosi unda la ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu emas. Aslisi hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Demek shimal 5'ta yemin keydirdi. Demek shimal faile shunda. Yani la ta'lamuning faili shimaldir. Endi bunun aldığa yemin aldığa chiqligida asli 10 qo'lda sadaqa qilganni so'l qili bilmaydigan, yani 10 qo'li qilgan yaxshilikni, xayrlikni so'l qili bexabar bo'lgan degan mazmundagi hadisni hozir so'l qo'li qilgan xayrlikni 10 qo'li bilmaydigan qildi. Demak, hadisninki ma'nosida, ma'lum so'zlarda ilgari keyin o'zgartirish orqali hadisning ma'nosida, hadisning mazmunida ma'lum o'zgarishlar bo'lgan. Demak, endi bu yana bu nima shakli? Bu ulamolarimizningki hadis maqlub deb atagan turlardan biri hisoblanadi. Ya'ni maqlub fil matn. Yani bu matnninki bir xil turi, matnda biz ikki xil surati bor degan-ku. Ana da ikkinchi surati qasinsa, yani mushu hadisning ma'nosini yana boshqa bir isnodga,
Mesela hadisine falan. Kâle Resulullah kaza. Demek bir hadisten bir metnisi naituluk var. Yine bir hadis var. Direkt hem de bu hadisin senedi var, metnisi var. Caiz. Ama bir yerdeki kalbe şekilde kalırsa başka bir hadisning matnisiga boshqa bir hadisning isnadini, boshqa bir hadisning isnadiga boshqa bir hadisning matnisini keltirib, bunda almashtirib qo'yadigan ahvollarni yuz beradi. Masalan, boshqa bir nimaningki, masalan, boshqa bir hadisningki sanadini so'rab ketib berib, uningki sanadi tushirib bo'lgandan keyin uni munosib bilak bir hadisning matnisini. Demak, matnimi to'g'ri, sanadmi to'g'ri, ammo faqat shu bilak hadisningki bilak matniga olmashib ketganlar yeri bor. Demak, bu yerda bunday shaklda olmashib ketganimi, yana bu maqlub fil matninki suratlardan hisoblanadi. Mesela ravi bu hadisning matnisini yana bir isnad qilib qo'ydi, uning isnadini yana bir matniga qilib qo'ydi. Endi bu xil ahvollar ko'pincha vaqt nima yuz bergan chog'da imtihon qilish maqsadida yoki undan boshqa masalan ba'zi bir sahifalar yuz berib qoldi, ammo ko'pinchasi imtihon qilish maqsadida. Demak, masalan hadisni yodladim, masalan birisi bilan Buxoriyning hadisini yodladim, sanadlari bilan matnisi bilan mantiqning hadisini yodladim deb da'vo qilgan bo'lsa, masalan iddao qilgan bo'lsa, buning imtihonisi bor. Demak, endi sizga bu mesela 10 tane hadisinin isnadı bilen 10 tane hadisinin metnisini mesela arlaştırıp mesela anın isnadını manın isnadını anıga en güçlükliginde mana özünün isnadı bilen özünün metnisini maqalan var böyle udullaştırın degan maqal şekildeki sual yani imtihan maqsadida bunda qalbi qo'yadigan ahvollar bor deydi. Mesela qandaq ahli Bag'dod İmam Buxoriyga qilgandak. Ehli Bag'dod İmam Buxoriy mesela bütün hadislarni to'plab o'zining Jami' Sahihini to'plagandan keyin hadis sahasida nurg'un ma'lum shuhrat qozonib, hammalar ikrom bildirgan chog'da, endi Bag'dod o'z vaqtidan aytdi, mayli har xil sahada, mayli har xil ilm sahasi, mayli hadis, mayli tafsir, mayli bütün ilm sahasidan aytdi, rivojlangan, gullangan bir davrlar. Şu çağda İmam Buxoriydan imtihon qilish maqsadida. Endi bu bütün sahihninki ishidan eng sahihlerini tanlab bu to'pladim, buni deb o'zi bir iddaochi bo'lg'achqa, ya'ni o'zi bir endi buni imtihon qildi degan maqsadda Bag'dod ulamollari İmam Buxoriyni imtihon qildi. Qanday imtihon qilgan? İmam Buxoriy 100 dona hadisninki, yani 100 hadisning isnadini bilak, hadisning isnadini bilak, hadisning matnisi bilan, bilak hadisning matnisi bilak, hadisning isnadi bilan bunda aralashtirib o'tib, ular uning hifzini imtihon qilmoqchi bo'lgan. Demak, endi bularningki hadisninki, falani hadisning isnadi nerede, pustani matninki isnadi nerede? Demak, endi buningki hamma isnadni, hamma matniga aralashtirishni so'ragan. Şuna İmam Buxoriy buni qalbi qilib o'tishni, imtihon qilishni ilgari qalbi qilib o'tishni ilgari bo'lgan asli holatda qo'yilgan. Bütün matnlarni, bütün isnodlarga, har bir isnodni o'zining matnisi bilan, har bir matnni o'zining isnodi bilan ait. Buni o'zining joyigacha qaytirgan, ular 100 hadisni birdan xatlashmagan. Demak, İmam Buxoriyning hepsi hadislarni yodlashida shu qadar mutqinki, shu qadar puxta, shu qadar inchki yodlaganki, hatto hadislarningki isnodidagi bir ismni, hadislarning matnidagi bir tal harfni olmashtirib o'tmasdan bütün hadisning isnodini, hadisningki matniga, matnin sanatga ta'tir qilib o'tgan mundalik olmashtirib o'tgan isnodni hammasini o'z joyiga qaytirib, bu Bag'dod ulamolarining imtihonidan yuqori saviyada o'tib, bütün Bag'dod ahliga itiraf qilishiga erishgan bir qissa bayon qilinadi. Demak, endi bu yerdagi bu qalbi qilib o'tish, ya'ni hadisning isnodini ma'nini almashtirib o'tish, bu yerda nima maqsad bo'lgan? Imtihon maqsadida. Demak, endi bu hadisning isnodi bilan ma'nisida haqtalamdi. Endi bu hadisning isnodiningki qaysi hadisning isnodi qaysi ma'niga bog'liq, buni nihoyat noziklik bilan, inchiklik bilan yodlangan bilan buni haqtalamdi. Ya yodladim deb hadisni bir ko'rib o'tib, agar azroqlam hadislar ma'nini egizpas qilib qo'ysa buni taqtammaydigan yoki ashtomikiya deb qoldigan bunda shaklda yodladimi, buni imtihon qilish maqsadida qilinadigan usullardan birisi. Endi bu yerda qalbi degan shu, ya'ni qalbining ham shu shakli qalbidagi bir isnod yuz beradigan qalbi ekan, uning ikki xil surati bor, buni bilsak bo'ldi. Yana birisi ma'ni yuz beradigan qalbi, buning ikki xil surati bor. Endi bu qalbiga nima sabablar bor? Demek mayli qalbi isnodga qalbi bo'lsin yoki ma'nidagi qalbi bo'lsin, bu qalbiga sabab bo'lgan, ya'ni idrojning sabablarini o'tdik. Demak, hammasininki, bu shularning hammasining ma'lum bir sababi bor.
Endi bu qalbiga sabab bo'lib qoladigan narsa nima zoti? Nima sababdan, nima vajdan bir hadisda qalbi yuz berib qoladi. Yana ixtilof yuz berib qoladi. Hadis maqlub bo'lib qoladi desa, deydiki, mushu ravilarning ba'zisini qalbiga qildigan, olib boradigan sabablar o'xshamaydi. Demak, hamma qalbining sabablari ayrim-ayrim. Bütün qalbining sabablari palani bir sababdan bo'lmaydi. Yani imtihan maqsadining sababi boshqa, masalan, Imom Buxoriy qilgan bu boshqa. Uni sahvallik bilan bo'lib qoldigani va uning orasida masalan qasddan ig'rob shaklida qasddan qildiganlari bor. Demak, bu yerdagi uning sababi o'xshamaydi. Buning sabablari birinchisi ig'rob, qasdul ig'rob. Yani yuqoridagidek hadisni texnik boshqalarga g'arib anlatib, hadisni texnik rivojlantirish uchun bu yerda kishilarni uning hadisini anglashga, uningdan hadis elishga, boshqa kishilarni qiziqtirish maqsadida bu ixtilof qilinadi. Demak, boshqa bir odamni bu hadisni yana bu bir xil shaklda, masalan, Abayduqo, masalan, normal Nafi'tin mashhur bo'lgan bir sanatdan kelgan bir hadisni hammadan Nafi'tin rivoyat qilyapsa, biz normal anlagan. Bu Salim degan desa, u ma'lum deydi va Nafi Salim bilan bachagoda berdiki bir boshqalarning diqqatini tortib, undan hadis elishga, uningdan hadis rivoyat qilishga, uning quloq solishga, boshqalarni jalb qilish uchun, qiziqtirish uchun manda maqsadda hadisning isnodini nima qo'ydigan, almashtiradigan ahvollar bor. Ammo bu yana bir uning raviylariga ulamalarimizning bergan bahosi sariqul hadis yoki yasriqul hadis degan hadis o'g'irlari hisoblanadi. Bu sal xatarga. Ikkinchisi qolsa qasddan imtihon. Yani imtihon maqsadida, yani muhaddisning hifzini muayyanlashtirish va uning zabtining tam ekanligini, zabtining to'liq ekanligini, yani tammi zabti ekanligini, yani hadis sahih bo'lgan tammi zabti bir sabab bor bizdagi beshtiki nimalardan shartlardan birisi hadis sahihning shartlari. Bunun zabti tammi yokanda tam emas hadisni Allohgan, ammo hadislarda azroq bir iliqmanda almashtirish yuzib qos ta'qiqlanmaydigan. Mesela ma'lum qarlar va Qur'onning ichida azroq bir kichkina yerdagi bir sabablarni darholligini taqib, yana mana unda o'qidim, bunda o'qidim, unga o'ngshalaydigan qarilar bor. Ma'lum qarilar Qur'onni yoldim deydi, ammo unga kim o'qmasa, asal o'qmagan oxirini o'qib ketaveradigan. Masalan, birinchi barni o'qiganda uni o'qmasa, 10-chi barni bir bujugidan o'qmasa qo'ysam, aşağıdan taxtdan o'qib davomlashtirib oldigan. Demak, qarisi yodidek, lekin uningki inchiklik bilan har bir so'zninki, har bir oyatning o'z o'rnini taqtamaydigan qarlar. Demak, hadismi shu? Hadismi bu yerdagi hammadan zabt qildi, ammo tomiz zabt bo'lgan chog'da bu hadislardagi yana azroq o'zgarishlarga bu nozik bilan inchiklik bilan taqtalaydigan mu yokanda unda emas, ma'lum buningdagimi bexastalik yokanda zabtida ma'lum ojizlik bor buni muayyanlashtirish uchun imtihon qilish maqsadida bu yerda hadislarning isnodi bilan matnini shunda almashtirib qo'ydigan, qalbga qo'ydigan ahvollar bor. Yani buning maqsadi qasi qasdul imtihon. Shunisi qolsa, shunisi mana bizdagi ko'p uchraydigan bizniki eng shu muxolifat babidagi muhim nimalardan birisi xatolikqa, g'alatga min g'ayril qasd. O'zi maqsad qilmasdan tushib qilish. O'zi maqsad qilmasdan g'alatga, xatolik tushib qilish. Endi bu bir qalbiga sabab bo'lib qoldi. Masalan, hadisning ravisi, ya'ni siqa ravi. Hadisning ravisi zabit ravi. Buning hadisi sahih bo'lgan yoki hadisi hasan bo'lgan, ya'ni ma'lum darajadagi, demak hadisi maqbul bo'lgan ishonchli bir ravi. Ama hadis maqbul bo'lgan bilan doim aslo bir inson xatolashmaydi bo'lmaydi. Demak, bu sahvallik, ya'ni buningki maqsadsiz shaklda, bu qasddan qilmaydi, yuqoridagi sariqul hadislarga o'xshash qasddan qilmaydi. Bu maqsadsiz shaklda anda imtihon maqsad emas, shunda bir g'alat yoki xato ketish sababidan ma'lum nimalar yuzib qolishi mumkin, qalbi yuzib qilishlar mumkin. Endi bu xil qalbining o'zi, ma'lum hadisning o'zidagi shu xil shaklning o'ziga zaiflik ta'sir ko'rsatsimi, madamiki bu xil vuqu, ya'ni fil xata val g'alatga bo'lgan vuqu, ya'ni tushib qilish madam ko'p bo'lmasa, ya'ni kasrat darajasida bo'lmasa, bu raviyning o'ziga ta'sir qilmaydi, ammo mushu
xata yuz bergan hadisning o'ziniki zaiflikka ta'sir qiladi. Bu hadisning o'zi zaif, ammo u ravining o'ziniki zabtiga bu anda ta'sir yetkazmaydi. Buning bilan uning zabti yo'qolmaydi. Chunki bu yerdagi bizdagi shu yerdagi g'alat degan jihatmi, fuhsh g'alat derlar. Bir qatam g'alat yuz berib qolganligi bilan bir ravi butunlay zaif bo'ladigan. Bir qatam xatolashganlik o'shkanlikni, ya bir qatam vahm yuz berib qolganlikni butunlay uning ravini o'zi zaif bo'lib qoladigan ish yo'q. U ravida yoki u ravida xata g'alat yuz berish nisbati ko'p bo'lib ketib, ya'ni fuhsh kasrat bo'lib ketgan chog'da uning zabtiga ta'sir yetkazib demek endi mushu wuqu fil xata vel galat mushu sababdanmi hadisda maqtuqlik yuz berib qoldi. Mushu qalb yuz berib qolgan hadisning o'zini bo'lgan bo'lsa bizniki hadis zaifning qatoriga kirib ketadi deydi. İkincisi qalbining hukmi qanday? Endi bu yerda buningki qalbininki hükmü ise bu yerde yukarıdaki sebeplerini köygəndəki kallamızda uçurlar kelgan bo'lishi mumkin. Demek endi bunun bo'lgan maqsad va bunun sebebi, yani bu qalbdagi abbagan sebeplerinin o'xshamasligini ko'rib bunun hukmi o'xshamaydi. Masalan, agar qalbi iqrob maqsadida, avval qada hadisni boshqa bir ravinin hadisini boshqa bir ravininki nomi ulablikanda rivoyat qilish orqali boshqalarni o'ziga jalb qilish bunday shaklda qilgan bo'lsa, shaksiz qudursa. Çünkü onun ulemallarımız sariq el-hadis deb hukm qildi. Uningki agar bu qasdan qilgan bo'lsa, uningki ravinin adolatiga ta'sir etadi. Endi bu nima desa, bu yerdagi sabab bu durust emas. Ya'ni qasdan qilish, qasdan çünkü hadisning na isnodida, na matnida o'zi xohlagancha o'zgarish olib berish, ya'ni munosib o'zgarish olib berish, yana bu nima mesela asla durust emas. İkincisi xasilisi eğer imtihan maqsadi olgan bo'lsa, mesela İmam Buxoriy qilgandek imtihonni qilibdi. Yakanda bir maktab o'quvchilariga yakanda biz darslarda qilibmiz, hadis yodlagan chog'larda hadis o'quvchilarga ma hadisning matnisini isnodi bilan jug'lang, ma isnodlarni siz qilib o'tib, buning isnodlarini matnisi bilan udullang degan shakldagi savollar shaklida imtihon qilgan bo'lsa, bu durust deydi. Nima uchun muhaddisninki uningki hibzini, muhaddisning hadis saqlashdagi hibzini va uning salohiyatini bekitish uchun salohiyati bu yerning buni tammiz zabt ekan, yoki buning zabtida ozroq masala ekan deb buningki zabtidagi salohiyatini bekitish uchun bu imtihon qilish bu zarurat, bu durustdir. Ammo mushu durustlik, mana shu imtihon qilish durustlik, mushu meclis taqab infisaz meclis degani meclis taqab ketishdan avval, meclis şuğulup ketishdan avval, imtihan taqab ketishdan avval çoxum sahihninki, yani asli bo'lgan sahihsi bayon qilish sharti bilan deydi. Ve çünkü o aşsorulan emmedan ayrısının asli qaytarayotgan salohiyati bo'lmagan ekan, bir blok nadallar kurapliginde edisini asli qaytarolmay imtihan uchun o'zgartirib qo'ygan, qalbi qilinib qo'ygan shaklini osh aslikanda bunda xato saqlab olib, xato shaklda rivoyat qilinib qolmasligi uchun cho'qim bu so'rinning o'zida imtihon tugagandan keyin imtihonning to'g'ri javobi ma isnadning matnisi ma matnning sanadi deb butun matn sanadlariningki asli to'g'ri nusxasini bayon qilish sharti bilan bo'lishi kerak. Üçüncüsü qası bu qalbinin hükmedek üçüncüsü qasıtı xata'an yani sahven üzbergini. Yani o ravide bir qasdanlık yok. Ravi hem üzü adil zabit doğar ravi. Bu ravi bu qasda bu hadislarning sanatları o'zgartirdi yo'q. Lekin bir insonchilikda shunday bir xatolik, shunday bir sahvenlik bo'lib qoldi. Bo'lgan bo'lsa, buning egasi ma'zur, bizning xatoligida. Chunki o bizning sahvenlik bilan xata'an qilgan ishlarimiz har qanday ishda uningga Rupiya ümmetil xata. Şu ümmetim ana peygamberimizin sözü boyunca benim ümmetimden oradaki xata ve nisyan kötülük olur. Unutup qilish bilan xata bilan yuz berib qolgan ishlar bu gunoh hisoblanmaydi. Lekin eng muhim nuqtadan birisi, lekin mushuna ko'p bo'lib ketsa, endi bu unutib qolgan sahvanlik bilan, xatolik bilan hadisning sanatda, matnida bunda bir qalbi qilib qo'yadigan ishlari köpüp kesse, bunda çağda muşkil ahvali onun zebtigi ta'sir ediyor.
Unda bir ish qildim ya unda yuz berganlik emas. Bu qalbini ko'p shaklda, muxolifat shaklida ko'p davomlashib ketgan bo'lsa, mushkil ish, mushkil ko'pib ketganligi bu xatolikda uni raviyning zabtiga ta'sir qildi, u raviy zaif qo'ydi. Yuqorida biz deb kelgan ta'kid etgan gap shu. Bu yerdagi qalbi bir qatim chiqib ketdim yoki qancha qoldi. İnsançılıkta bu gay zabit bo'lsin bo'lib qoladi, ammo ki mushu xata, mushu sahvanlik, mushunda muxolifat ko'p yuz berib ketaversa, bu kishiningki zabtida masala bor ekan. Yana bu nima qildi ekan bu zabit emas ekan. Bu yana hadisi maqbul bo'lgan kishilar qatoriga kirmaydi ekan deb biz uni javob yana yoki fuhshigalar, yoki kasratul g'aflat, yoki javob nimalarga kasratul avham degan shu bobning bizga shu yerga kirib ketib bu zaif bo'lib qoldi. Demak, endi o'shaning dayizga ba'zisi suvar hibzga kiradi, ba'zisi fuhshigalar kiradi, ba'zi kasratul avhamga kiradi. Bularning hammasi shu xil nimalarningki nisbatiga kirib, ya'ni u yerdagi muxolifatning nisbatiga kirib, shu darajaning biri kirib, hadis zaifning qatoriga kirib kiradi. U raviysi hatto zaif bo'lib kiradi. Ammo maqlub hadisning o'zi ham, maqlub hadisning sababi qanday bo'lsa-bo'lsin, sababi qanday bo'lsa-bo'lsin, mayli qasddan qilgan bo'lsin, mayli sahvan yuz berib qolgan bo'lsin, mayli bu xatoy ko'p bo'lgan raviy yuz bergan bo'lsin, mayli xatoy siqa ishonchlik bo'lgan bizningki imom hisoblangan raviylar yuz berib qolgan bo'lsa-mi, uni raviysi kim bo'lishidan qat'iy nazar, maqlub hadisning o'zi qalbi yuz bergan hadisning o'zi bu mardud hadisning qatori hisoblanadi. Bu hammaga bu yerdagi bu raviyning o'zidanki bu zaif bo'lmaydi agar bir xil bo'lganlar u shu nima qilgan mishadagi qalbi yuz bergan hadisning o'zidanki zaif bo'lishining oldini olmaydi. Demak bir raviy agar siqa bo'libdi, o'zi siqa ekan, ammo bir qatam ikki qatam xatoan sahvan hadis qalbi yuz qolgan bo'lsa, bu raviy garchi siqa bo'lsa-mu, ammo bu sanatda yoki matnda qalbi qilingan bu hadisning o'zi zaif bo'ladi. Shu hadisi maqlub bil kul hammasi hadisi zaifning qatoridan hisoblanadi. Ammo uning raviylarininki maqlub hadis rivoyat qilgan raviyning o'zi zaifmi degan chog'da agar yuqoridagi qasddan qilgan bo'lsa, sariqo'y hadis bo'lgan bo'lsa, adolat nuqtasidan agar undagi qalbini ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, shig'alat darajasiga chiqqan qat'iy ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, ahvollar ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, bu zabti nuqtasidan bu raviy zaif bo'ldi. Ammo unda bo'lmagan bo'lsa, unda ko'p bo'lmagan bo'lsa, yuqoridagi qasddan qilmagan bo'lsa, raviy zaif bo'lmaydi, ammo mushidisning o'zi zaif hisoblanadi. Beshinchisi bu yerdagi bu hadis, shu maqlub hadislar haqida tuzilgan mashhur kitoblar deydi. Birisi bu kitoblardan hammani ko'rdingmi? Hamma bobning shu bobga aloqador maxsus tuzilgan shu bobga aloqador kitoblar bor. Ya'ni mashhurisi biz so'zlayapmiz. Zarraful irtiyab fil maqlub min al-asma wal aqlab. Yani hadis Khatib al-Baghdadi'ninki endi bu kitobning ismi min al-asma wal alqab bor. Ism va laqablar deydi shunda. Demak, bu ismidan bu kitobning ismidan ko'rinib turgandek bu kitob mushu faqatlam sanatda yuz bergan maqlub qismi bilan xos. Faqat shu sanat yuz bergan maqlublarga, ya'ni orqadagi masalan kabi numurani kaq qo'ygan, bunda uzib ketgan bu xil shakllardagi yakında boshqa bir raviyninki hadisni boshqa bir ravisini almashtirayotganlik bu xil shakllardagi isnat yuz bergan qalblarga xos mazmunlar chiqadigan kitob deydi. Fakat biz hadisi maqlub shu. Hadisi maqlubninki turlari, qalbininki nima ekanligi, qalbininki isnatda ma'ni yuz berganligi, isnatdagi nima ikki xil shakli bo'lganligi, ma'ni ikki xil shakli bo'lganligi, buni abartgan sabablarning uch xil bo'lganligi, uch xil sababning ayrim hukmi bor ekanligini buni qalbimizda aniq saqlash kerak. Shuni bilgan bo'lsak, boshqa pek muhim gaplar yo'q. Yana birisi muxolifat istiqotdan shoxlangan. Ya'ni muxolifat istiqot bunga muxolifat yana sababidan zaif bo'lgan hadislardan birisi mazid fi muttasil asanid. Ya'ni muxolifat, ya'ni yuqori qismi muxolifat sababidan zaif bo'ldi, maqlubman. Bu mazid fi muttasil asanidniki buning zaif bo'lishining sababimi? Bu nima va muxolifat.
Bu muhalefet qaysi bo'lgan mazid fi muttasil asanid ismini aytdi o'zgacha. Mazid degan nima desa, asl lug'atda mazid degan yumulg'o ziyoda qilingan deydi. Ism ziyodatdan chiqqan ism maf'ul, ya'ni mazid yani ziyoda qilingan degan. Muttasil degan nima? Muttasil asanid biz muttasil munqati degan gapni tushunib ketdik qachon. Muttasil degan shu munqatining ziddi. Yana har bir raviyningki uzun usullik raviyning mubashiratan hadisni nima qilganligi va olganligi mubashiratan shaklda mayli samo bilan bo'lsin, mayli taham qaslan bo'lsin. Buni biz deymiz va muttasil deymiz. Isnad degani shu asanid degan isnadning jamisi. Endi bu yerdagi ismi chiqib turdiki isna yani muttasil asanid isnadlari muttasil bo'lgan bir sanatdagi yani bir hadisdagi mazid yana ziyoda qilingan ya ravi yoki ziyoda qilingan nima va mazmun degan ma'noda lafziga qarasa. Ama ıslahda nima degan gap desa, ıslahda ziyodat ravin fi isnadi sanadin zahirul ittisal. Zahirisi, yani zahirisi deganimizda haqiqat tushunsak ham bo'ldi. Zahirisi amaliyotda muttasil bo'lgan bir isnadning orliqiga, qatiga bir raviyning ziyoda qilishi. Masalan bu normal bo'lgan siqa, ishonchli bo'lgan bir maqbul siqa raviylar rivoyat qilgan bir shaklda bu hadis bu yana nima qilingan muttasil sanad bo'lib rivoyat qilingan. Haddasana fulan an fulan deb o'z muttasil shaklda rivoyat qilingan bir hadis edi. Ammo bir xil yana bir raviy rivoyat qildiki buni shu muttasil bo'lgan. Yana masalan Abdullah Umardan oldi. Yoki masalan Nafi Abdullah ibn Umardan oldi desak masalan. Nafi Abdullah ibn Umardan bevosita anlaganligi sahih bo'lib bo'lgan, muttasil bo'lib bo'lgan bir isnadga, bir hadisning o'zini yana bir raviy kelib Nafi'ninki Abdullah ibn Umardan bevosita olmay, Nafi va Abdullah ibn Umarning o'rligiga Nafi falonidan, u falon Abdullah ibn Umardan olgan deb yana bir raviy o'rligi ziyoda qisib qolgan, ziyoda bo'lib qolgan. Endi bu normal bo'lgan siqa raviylar, normal bo'lgan siqa, ya'ni maqbul bo'lgan raviylar buni muttasil rivoyat qilib bo'lgan tursa, yana birisi masalan bu raviyda Nafi Abdullah ibn Umardan olganligini biz ishonchli yo'llardan, ishonchli bo'lgan raviylarni qabul qilib bo'lgan tursak, buningga mishaga orliqqa Nafi Abdullah ibn Umardan bevosita olmagan, balki Nafi yana bir raviydan anglab, u raviy Abdullah ibn Umardan olgan degan shaklda rivoyat qilgan bo'lsa, bu bir muxolifat. Bu bir yani siqalarga qarshi shakldagi rivoyat. Yana bu bizdagi nimaning misoli, yana mazid fi muttasil asanidning misoli. Hamda buningki misoliga qarasak mayatida masalan rivoyatda Abdullah ibn Mubarak rivoyat qilgan hadis dediki, haddasana Sufyan an Abdurrahman ibn Yazid. Haddasani Busr ibn Ubaydullah. Qala sami'tu Aba Idris. Qala sami'tu Wasila يقول سمعت أبا مرثد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أنا مش هذا شكل عبد الله بن مبارك حديثه بهذا شكل kişinin ismiga yana birisi Sufyanning degan ismning ostiga yana birisi Aba Idris degan kishining ostiga yani raviyning ostiga bir siziq qo'yganini ko'rganlar qachon. Yani bu xil mush ikki raviyninki bizda nima ziyodat mush ikki raviy ziyoda o'qigan raviy mush deydi. Biz misol qilsak. Masalan, buniki bir mush misoldagi ziyodatni biz tushunsak, bu misoldagi ziyodat ikki o'rinda. Birisi Sufyanda, yana birisi Aba Idris. Sufyan, Aba Idris har ikkisi ziyoda o'qigan raviylar. Chunki Abdullah ibn Mubarak bu hadisni bevosita Abdurrahman ibn Yaziddan olgan. Bevosita Abdurrahman ibn Yaziddan olgan hadis bu muttasil shaklda siqa raviylar kelib bo'lgan hadisdir. Ammo Abdullah ibn Mubarakdan rivoyat qilgan keyingilar buni orliqqa o'sha Sufyanni ziyoda qilib qo'ydi. Bu sabab bu yerdagi bir vahm bilan miyaga Sufyan ziyoda bo'lib qoldi. Endi keyin qarasak, masalan, hadisini Busr ibn Ubaydullah bu hadisni bevosita Abu Marsatdan olgan hadisdir. Ammo mushadagi bu Aba Idrisdan oldim deb lekindan va ovozlan olgan kishidir. Bu Aba Idris'dan aldım deb legenda, amiyadagi Aba Idris, biyadagi Abu Idris, biyada nima qolgan, ziyoda qolgan. Endi har ikkisi ziyoda qolgan raviylar aslida sahih muttasil shaklda bo'lib bo'lgan bir sanatga ikki raviy ziyoda qoldi.
Deydi, birinchi bu ishga erishda mush sanatda ikki o'rinda ziyorat bor. Birinchi o'rin Sufyan degan lafzida, ikkinchisi Abu Idris degan lafzida. Her ikkilisida bu yerda, ya'ni birisi Sufyan, ikkinchisi Abu Idris degan mushu ziyodat kelib qolgan deydi. Ikkili o'rindagi ziyodatning sababi vahm. Vahm, ya'ni xatolik. Yani o'ylab xatolik qilish. Masalan, u vahmi raviga adalatiga ta'sir etkazadi, zabtiga ta'sir etkazadigan, ya'ni hisob hisoblanmaydi. Qo'behda bu yerdagi usul hisoblanmaydi agar ko'p bo'lmasa. Ammo hadisning o'zining zaifligiga, sanatning o'zining zaif ekanligiga ta'sir ko'rsatadi, ammo ravi o'ziga emas. Shunga bu yerdagi ikki xil vahm yuz bergan. Mayli Abu Idrisning qilishi bo'lsin, mayli Sufyanning qilishi bo'lsin, her ikkilisining qilishining sababi shuningdan keyingi ravilarning nima qo'yishava, shunday bir xatolashish sababidan, yana kirib qolgan, kamchilik sababidan kirib qolgan. Ama Sufyan nima ziyoda bo'lgan? Masalan, chunki Abdulloh ibn Muborakning keyinlam Sufyan ziyoda bo'lib qoldi. Andada bu yerdagi Sufyanning ziyoda bo'lishi Abdulloh ibn Muborak ziyoda qilmaydi. Chunki Abdulloh ibn Muborak o'zining kimdan olganligini bu muttasil shaklda rivoyat qilgan shakli bor. Hadisninki yana bir isnodda. Bu Sufyanning ziyoda bo'lib qolishi Abdulloh ibn Muborakning tu'yindagi mimman dona Muborak. Abdulloh ibn Muborakning tu'yindagi kishilardan bo'lgan xatolik. O'zining kelgan vahm. Yani Abdullah ibn Mubarak'ın şagirdlerinden birisi bunu Abdullah ibn Mubarak'ın ustazından bilgiçe vaziyet koyduğuna kapkaldı. Çünkü Abdullah ibn Mubarak'ın şagirdleri içindeki Abdullah ibn Mubarak'ın tümündeki Abdullah ibn Mubarak'ın bu hadisini ağan adeden mine sikat, yani sika nurgun ravilerimiz bu hadisini Abdullah ibn Mubarak kimden? Abdurrahman ibn Yazid'den rivayet kılgan. Ya da Sufyan yok. Yani en Sufyan, en Abdurrahman Yazid demez. Bir vasılam Abdurrahman ibn Yazid'den bu xil şekilde rivayet kılgan ya da alıqta Sufyan yok idi. Hatta birbirliklerine geçelim. Dünyada en diğer lafzı belki bu yerdeki en diğer bir vasıta anlıqlıqını göstermekti. Şuna bir yerde biz belki asli bunu Sufyan'dan anlap, Sufyan Abdurrahman Yazid'den algan bolsa, belki en ölen ma'lum bir inqita üzülüp qalgan bolsa qanday diyen bir suallar çıkıdı ki. Muşunaga qılvardı ki, bula arzim minhumdaki zimir asiqat qaydı. O siqa ravilardan birbirlik kişiler, yani birbirlik ravilar, hatta onundan ixbar lafzinin, yani bivasita anlığanlıqdan da, bivasita Abdullah Mübarek'nin Abdurrahman Yazid'in mübaşiretten, bivasita anlığanlıqdan, yani iniq sözlügen nuqtasım var. Şunun için bir yerdeki anda Abdullah Mübarek'ninki Sufyan'dan anlap, Sufyan Abdurrahman Yazid'in anlagan bu xil şeklinde buluşacağı, bu nima emas, bu normal emas demek için. İkinci Abu Idris'ni ziyoda qilgan kishi kim? Abu Idris yani bir sanatninki oxirida Abu Idris ziyoda bo'lib qoldi. Bu Abu Idris'ning ziyoda bo'lib qolishi Abdullah ibn Muborakdan kelgan xatolik. Vahm. Chunki vahmni biz hech qanday vahmi degan ravining o'zininki agar oz bo'lgan bo'lsa, ravining zabtiga ta'sir etmaydi. Shuning uchun Abdullah ibn Muborak bir imom bu. Abdullah ibn Muborak hadisda bir cho'q imom hisoblanadigan muhaddislarning peshvosi, hadisdagi yetuk olim. Abdullah ibn Muborakdek ishonchli siqa bo'lgan bir nimada bir muhaddisning uzumi vahmi sodir bo'lib qoldi. Demak, bu yerdagi Abu Idrisning qilib qilishi, shay kirib qilishi kimninki sababi, kimning xatolik qilsa, Abdullah ibn Muborakning xatoligi. Bu biz Abdullah ibn Muborakning xatolik ekanligini buni qanday o'qimaysa, chunki Abdullah ibn Muborakdan boshqa Abdullah ibn Muborakdan boshqa nurg'un siqa ravilar, ya'ni boshqa siqa ishonchli ravilar bu hadisni bevosita Abdurrahman ibn Zayddan rivoyat qilganki, unda nimadan u yerda Abdurrahman Abu Idrisni yana so'zlamagan. Hattoki o'zininki masalan Busrining vosilardan hadisni anlaganligini, sima' bevosita mubashiratan anlaganligini aniq so'zlagan ravilar. Demek ki bir yerdeki Busru ile vasilarning orasiga Abu Idrisning qilib qilishi bir yerdeki kimninki Abdullah ibn Muborakdan sodir bo'lgan vahmidan qilib qolgan. Erguzmo bir yerdeki chunki buningki hadisning boshqa sanatlarini biz ishonchli bo'lgan boshqalarni tekshirsak, bu hadisni Abdullah ibn Muborakdan boshqa siqa ravilerimiz, boshqa siqa ishonchli bo'lgan yo'llardan bizga kelgan yo'l bu hadis
bu süre vasilerden ağan ağırlıktan yok, abaydısı yoktu. Hatta ki bu sika ravilerimizden bazıları bu sürenin ki vasilerden mübaşiretten bir vasıta anlıgallıkını, sema, bir vasıta anlıgallıkını iniq sözlügen şekilleri var. Şunun qarğa vaxtida dedik Aba İdris bu Abdullah Mübarek'ten kizilip qalğan, səhvəllik qıtıb qalğan deb qaradım. Şunun üçün endi bu yerdə biz oqqanda bu yerdə bu el-mezid fi muttasil asnai dedik. Demek hadis muttasil şekilde meydana çıkıp oldu. Hadisninki hadisina falan an falan sami'tu falan deb bu yerdeki hadisinin matnisi muttasil, maqbul şekilde kelib bo'lgandan keyin yana bir ravi kitliginde bu ikki muttasil şekilde rivoyat qilgan bu ravininki u shayxining orasida bir ravini ziyoda qilib qo'ygan bo'lsa, bu ziyoda qilishi buning javobi muttasil şekilde rivoyat qilgan, u ziyodat bo'lmagan siqa ravilarning rivoyat qilgan sanad shakliga nima qilgan bo'ldi va muxolifatchilik qilgan bo'ldi. Yani muxolifat shakllangan bo'ldi. Shu yuzdan bu yerdagi bu ziyodat shakllangan, yani muxolifat asıl bo'lgan bu xil shakli hadisniki, yani bu xil misli shu yo'li zaif bo'lgan bo'ldi. Endi bu yerdagi ziyodatning har qanday masalan chunki rad mavrid olmaydi, muhim şartlar var bununki. Endi bu yerdagi muhim şartlarninki ziyodatni rad qilish uchun ve onun vahmi, yani ziyoda qilgan odamni mimman zadaha, yani biz ana yuqorqini falan nimaniki Abu Idris'tiki bu ziyoda bo'lib qilishi, Alloh muborakdan kelgan vahmi, yerdagi Sufyanning ziyoda bo'lib qilishi nimaniki bu yerdagi vahmini biz duzuqqa palonni sodir bo'lganda. Demak bu yerdagi bu vahmi palonni xatolashib qilib qo'ygan deyish uchun. Yoki bu yerdagi ma ziyodat bu mardud aslidagi muttasil shaklidagi bo'lgan qisqalar rivoyat qilgan shakli bu maqbul, ma ziyodatni olmaymiz, ma ziyodatni ekan bu zaif ekan deb halaqi buni rad qilishimizningki shartlari bor. Uning eng muhim sharti bu ikki xil shart deb bilish kerak. Agar bu ikki xil shart topilmasa, bu yerdagi bu ziyodatni rad qilolmaydi. Bu ziyodatni bizni qabul qilib, bu bir nima ekan bu bir sahih shakl ekan deb uni rad qilmay qabul qilish to'g'ri. Chunki uning ravilari hammasi, ravisi balki bo'lishi mumkin va siqa ravilar rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, xuddi Abdullah Muborak siqa ravi, masalan, uning hadisi maqbul bo'lgan ravi. Agar bu biz muxolifatni bu tuvandagi shartlarga solmasak, buning rivoyat qilgan hadisi bizda maqbul deb oldigan ravilar qatoriga kiradi. Bu ikisining birisi qasidasi u ziyoda qilmagan odam ayyakuna man lam yazidha, ya'ni u ravina, masalan Abu Idrisni yakanda yuqorida bu ziyoda qilingan kishi bor, shu ziyoda qilmagan odam ziyoda qilgan odamdan bakroq atqan, ya'ni zabt jihatda bakroq ishonchlik, bakroq mulug'un bo'lishi kerak va puxta bo'lgan bo'lishi kerak. Demak, zabt tamam, tam, yani qanchaga to'liq bo'lgan bo'lsa, masalan, normal raviydan, masalan, hadisi hasan bo'lgan bir raviydan birisi ziyoda shaklda rivoyat qildi. Yana biz ziyoda qilmaganlarninki raviylarga qarasak, ular imom, ular hammasi hadisda siqa yoki hadis sohasida masalan jarh ta'dil ulamo emas, eng ilg'or raviylar deb baho bergan raviylar ekan. Demakki biz shu eng atqan, eng azbat bo'lgan raviyning hadisini saqlab qolamiz, shu asli shaklini u nima bo'lgan, tuvandagi bo'lgan ziyodatni rad qilamiz. Ikkinchi birisi qoidasi u ziyodat o'rnida sama'ni aniq so'zlagan bo'lishi kerak. Yuqorida ikki misoldan keyin har ikkisidan oxirida qilib qolsak bir gap bor, nima? Sama'na sarraha bis-sama' degan bir gap bor. Agar shu ziyoda bo'lmagan shaklda masalan an degan shaklda kelib qolibdi, yana bir ishonchli shaklda rivoyat qilib muttasil shaklda o'ylabmiz ekan biz isnodni an shaklda rivoyat qilingan. Yana bir siqa raviyning birisi bu ikki raviyning orasida bir raviyni ziyoda qilib rivoyat qilibdi. Bu anga o'xshash, ya'ni bevosita anglaganlikni uqtirmaydigan manda lafzlarda rivoyat qilingan bo'lsa, biz ziyodat kelgandan keyin mush endi rivoyat qilgan chog'da shu yerda muttasil emas ekan, endi muttasil deb ziyodat kelganda qabul qilamiz, u an shakli u muttasil hisoblanmaydi. Agar nima bo'lib qolsa, agar u yerdagi ziyodat bo'lgan shakldagi kishi
umuman tasrih qilib sama'ni, ya'ni anglaganlikni aniq so'zlabdi. Ziyoda qilmagan kishimi aniq shaklda anglaganlikni so'zlagan bo'lsa, aniq shuni anglagan so'zlagan bo'lsa, bu chaqda undan keyin mazid shakli, ziyoda qilgan shaklda rad qilingan bo'ldi. Agar bu shartdan ikkisining birisi, ya'ni aytganda shartdan avvahid minhuma, bu ikki shart yo'qsa, yoki ikkisining birisi yo'qsa, ziyodat tarjih qilinib, ziyodat qabul qilinadi. Nuqson shaklicha ziyodatdan xoli bo'lgan, ziyodatdan xoli bo'lgan shakli u o'chaqda munqati hisoblanadi. Lekin u inqiqo xafi, chunki u hammasi bir zamonda yashagan, uchrashgan ravilar rivoyat qilib uchun uning nimasi, uningki inqiqo xafi, shu beshta o'tgan bir gap bor, mursal xafida, shu mursal xafini qatoriga kirib keladi. Chunki biz ma ishlanajak bo'lgan bu yo'l orqali uningki ravisini biz anda muttasil chog'idab biz taqdim degan, ammo intik tashviqimizdan keyin bu ziyoda shaklda rivoyat qilgan ravi u ziyoda qilmagan ravini ishonchliroq chiqib qoldi. Unda o'g'andagina bu ziyoda qilingan shakli bu sahih, ziyoda qilinmagan shaklda yerda masala bor ekan deb unga, ya'ni uning mursal xafi deb hukm qilamiz. Yoki sama shakli masalan shunday. Sama shaklini ilk so'zlamagan bo'lsa, mesela ikkinchi shaklda masalan samani ilk so'zlamagan bo'lsa, uni an shaklda so'zlanibdi, ya'ni muttasil deb qaralgan isnat shunday ekan. Ammo mazid qilingan, ya'ni siqa ravilar tarafdan ziyoda qilinib kelgan shaklida sama lafzi bor ekan. Ammo ziyoda qilinmaganda sama lafzi yo'q ekan, ya'ni bevosita anglaganlik yo'q ekan. Bo'lsa, bu chaqdami biz o'sha ziyoda qilingan mazid shaklini olamiz, u ziyodatdan xoli bo'lgan shakli munqati hisoblanadi. Ammo ikki shart to'liq bo'lsa, yana ziyoda bo'lmagan lami, ya'ni ravini ziyoda qilmagan raviylarmi sama lafzini aniq so'zlagan bo'lsa. Ikkinchi shart bu yerdagi ziyoda qilmaganlar ziyoda qilganlardan bakroq bo'lgan bo'lsa va qat'an fizib zabt bo'lgan bo'lsa, taxim muzobitroq, taxim bakroq ishonchliroq bo'lgan bo'lsa, u chaqda mazid fi muttasil asanid degan bu xil shakl rad qilinadi, bu zaif bo'lgan bo'ladi. Yana 5-chi bir bahs bir gap ekan, ziyodatning yuz qilishiga bo'lgan, ziyodatning huquqi yuz berishiga bo'lgan da'voga kelgan e'tirozlar. Buni ziyodat deb qaragan nimaga foydasi? Bu ziyodat bo'lmasligi mumkin bu. Bu chunki u ravi, siqa ravi, masalan Bayduk Abdulloh Muborak siqa ravi, Abdulloh Muborak bu ishonchli bo'lgan ravi. Endi bu menga ziyoda qilib qolsa boshqa yo'llarimiz ko'pligida bu ziyoda ekan deyishning nima hojati? Buningga bir qanchalagan nimamiz bor deb, bu yerdagi bir qanchalagan sabablarni ko'rsatib e'tiroz bildirilgan. Masalan, e'tirozlardan birisi ziyodatning yurib qilish ziyodat yuzbagan degan bu da'voga ikki e'tiroz bildirildi. Boshqa tarafdan biri qarasa, agar isnad nima bo'lsa va isnodi xoli ana ziyoda, ya'ni ziyodatdan xoli bo'lgan isnod, biz sahih deb qaragan turimiz va ziyodatdan xoli bo'lgan bu isnod en degan harf bilan bo'lgan bu ziyoda o'rinda. Ya'ni ziyodat o'rnida en degan bilan bo'lgan bo'lsa, bu munqati bo'lishi mumkin. Demak, bu ziyoda bo'lmagan shaklni bo'libdi va anilan kelibdi. Bu ziyoda bo'lgan shakli sama lafz bilan kelibdi. Unda o'g'andan keyin en degan bevosita uningki sarohatdan istig'for qilinmagandan keyin en degan shaklni biz nima qilsak, buni biz munqati deb qarasak, bu ziyoda kelgan shaklni olsak debdi. Bu biri. Ikkinchi birisi qasi deydi, ikkinchi birisi va in kana bi musarrahan fihi bis sama. Agar bu ziyoda qilmagan raviylar, yana mallam yazkur ziyoda so'zlamagan bu raviylarimiz nima qilmagan bo'lsa-mu, agar sama'ni, ya'ni bevosita anglaganlikni so'zlagan bo'lsa-mu, bu yerda bir ehtimol bor. Qanday ehtimol? Bu raviy bu hadisni an rajulun anhu awwalan, masalan, birinchi qatam oliqni vasliq anglab, masalan, ar-rajulun anhu awwalan, ondan keyin u odamdan yana bir odamni anglab avval, ondan keyin uni shu raviyni o'zini, u shayxning o'zini mubashiratan anglaganlik ehtimoli bor. Anda o'g'andan keyin mumkin javob bilgan unga anda o'g'andan keyin bu yerda unda ikkisini so'qashtirib yursak bo'lmaydiki. Masalan, bir raviy ziyodat bo'lmagan shaklni raqam bo'lsa, ziyodat bo'lgan shaklni avval vositalik anglab, uni anglaganlik inab. Ikkinchi xil shakli nima qilgan? Bu masalan hadislarni bir vositalik anglab keyin bevosita anglaydigan ahvollar bor. Bu yerda nurg'u uchraydi hadislarda.
Mesela falan edese falan raviden vaslık anladığını, şagirdin anladı. Burun yak mesela bir ayıl burun yak ondan burun. Ondan keyin onu o ravinin asli ravi uçuş disip bulab, ondan keyin onun mı anlagan bunda bu çıkım ihtimali bağlı. Nima bo'psiz bu yerdagi ravinin keyin ishonchlik bo'lgan bir ravinin rivoyatidagi ziyodatni bu mazid deb lekanda biz uningga iyib qo'yamiz, nima ish buni qabul qilmaymiz deb shunday ikki e'tirozni bizga sunibdi. Bu ikki e'tirozga tuvanda kelgan javob beramiz. Birinchi e'tirozimiz asharli va bu yerda asallam chiqadi birinchi. Birinchi e'tiroz u e'tirozni mu'tariz, ya'ni e'tiroz bildiruvchi kishi degandek shundalam gap. Biz undan boshqa e'tiroz bildiruvchining gapidan chiqib turdi ekan. Agar ziyoratdan xoli bo'lgan isnad an harf bilan kelgan bo'lsa, an fulan an bilan o'xshash kelgan bo'lsa, zaten orada bu munqati bo'lish ehtimoli bor. Biz shunday dedik. Chunki samo'lar bilan so'zlamagan, mubosharatan anlaganlik so'zlagan bo'lish kerak. Agar an degan lafzlar bilan kelgan bo'lsa, bu chog'da u munqati hisoblanadi. Mursal xafi hisoblanadi. U ziyorat kelgan shakli u maqbul bo'lgan bo'ldi. Biz chuqum u maqbul, ya'ni mazid ziyorat muttasil asani rad qilish uchun nima shart qildik? Chuqum bu yerdagi an degan lafz bilan bo'lsa olmaydi. Sarohatan sama'ni muxtulgan shaklda kelgan bo'lish kerak dedik. Endi an bilan kelsa, uni bilan kelgan, ya'ni isnoddan xoli bo'lgan, ya'ni ziyoratdan xoli bo'lgan u isnodningki munqati bo'lib, ziyoda kelgan shakliningki muttasil bo'lganligi u bizim shuni da'vatimiz hech qanday fikrimiz yo'q, bu e'tiroz hisoblanmaydi. Kama qala mu'tazillar e'tiroz bildiruvchi degandek ham bizning gapimiz yo'q, boshqa gap yo'q. İkincisi qarşısı, ikinci e'tiroz u fal ihtimal mazkur bihi mumkin. Endi uningdagi zikrilgan ehtimollik mumkin. O zikrilgan ehtimollik mumkin. O ravi masalan Abdullah ibn Mubarak, masalan Abdullah ibn Mubarak bevosita masalan Abdurrahman ibn Zaydni anlamay, avval yandan anlab, undan keyin uçuşni sebab qilib Abdurrahman Zayd bilan undan keyin bu yerdagi nima qilgan bo'lishi mumkin? Uni yana bevosita anlab bo'lishi mumkin. Yani avval vasitlik bir anlam, keyin bevosita anlagan bo'lish ehtimoli bor. Lekin e'tiroz bildiruvchininki e'tirozning haqqi bor. Ammo lekin haqqi bo'lsa-mu, ehtimollik bo'lsa-mu, bir ehtimollik bo'lish mumkin bo'lsa-mu, lekin ulamolarimiz bir lafziga yoki bir sanatlik bo'lgan bir ziyodat deb hukm qilmaydi. Ziyodatga bir vahmada hukm qilmaydi. Illaki shunga da'vatgan bir qayni bilan. O bizningki hadis ulamolarimiz, muhaddislarimiz, jarh ta'dil ulamolarimizdagi muhaddislarning hadis bo'lgan ba'zida uni inchiki anda ma'lum bir islohni ko'rabligida miyada mazid fi muttasil asanid bor ekan deb lekin o'zi xohlagan ishlar qilib qo'ymaydi. Bu ehtimolliklarni hamma nazardan saqit qilmaydi. Bu ehtimolliklarni oladi-yu, ammo bu ehtimolliklarni yengadigan, bu ehtimolliklarni deb yiqiladigan bir kuchli qayniga tayinib turib, undan keyin ziyodatni bu ravidan kelgan vahm ekan deydi. Unda qarab lekanda uningga atallam vahmi deydigan ish yo'q. Shunga bu yerda garchi bu yerdagi ikkinchi e'tiroz so'zdan kelgan ehtimollik bu mumkin bo'lsa-mu, ammo bizning ulamolarimizninki o mumkinlikniki, ya'ni mumkinlikdagi bu yerdagi bir ehtimollikni deb yiqiladigan, chekindiradigan qariylar bo'lganligi uchun shuning asosan vahmi deb mazidni vahmi deb nima qilgan, rad qilgan, unda asonliqchilar hech qanday bir qaynisiz, hech qanday bir delga tayanmasdan qilgani yo'q deydi. Burada el-mazid fi muttasil asanidninki o'zi mavjud bo'lgan sanad hisoblandi. Ammo bu mazid bo'lib qolish ziyodi shaklda muxolifat, bu bir muxolifatdan turg'u, bu xil turdagi muxolifatni o'zi andisanda vahmiy shaklda bir ikki qatim yuz bergan bo'lsa, Xudolarning muborak yuz bergandek, falan yuz bergandek, bu raviyning o'ziga ta'sir yetkazmaydi, ammo ko'payib ketsa, yana fuhsh bo'lib ketsa, kasrat bo'lib ketsa, shu chog'da undan keyin raviyning zabtiga ta'sir ko'rsatgan sabablar hisoblanadi. Endi bu haqda tuzilgan eng mashhur kitoblar Tamyizul Mazid fi Muttasil Asanid degan kitob Xatibul Bag'dodiyninki. Buni qarasak, undan keyin qaysi xil isnodlarda, qaysi xil raviylar ziyoda qilingan, qaysi xil sanadlarda, ya'ni qaysi sanadlarda raviylarda ziyodat bor, buni texmo aniq bilalaymiz.
Endi biz yana shu muxolifat sababidan zaif bo'lgan yoki mardud bo'lgan hadislarning turida davom qilganmiz. Mustarib. Buni inshaalloh kelarki qatimliq darsimizda davomlashtirilib, bugungi darsimiz mushu yergacha bo'lsin. Boshqa bu yerdagi yuqoridagi dars hadisi maqlub. İkinci birisi mazid fi muttasil asanid. Mush ikki xil hadis turi haqida dars qildik, so'zladik. Mushuningga aloqador mazmunlar tushunishmagan yoki bilmagan yerlar bo'lsa so'rsak, bo'lmasa vaqt qolib qoldi. Mishada to'xtaylik. Va oxir da'vana alhamdulillah.